لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Mülk Suresi Mekke'de nazil bolgan bu surenin ayetleri 30. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de bizge özünün dünya ve ahiret bahsatiga eriştiriş için çürügen surelerini Mekke ve Medine'den ibaret bolgan iki basqışqa mazmun ve emri hüküm ve ularınınki hayatlıktaki real hareketlerine mas halette Mekke ve Medine'den ibaret bolgan ikkiga bölüp düşürülgen. Yuqorida oqulgan Tabarak suresi Mekke'de nazil bolgan sure. Kur'an-ı Kerim'nin Mekke'de nazil bolgan surelerin Medine'de nazil bolgan surelerden farqlanıp turdigan o'rni, Mekke'de nazil bolgan sureler birinci qilib tavhid aqidasi bolgan yalğuz Allah Subhanahu ve Taala'ga her qandaq bir yalğan şirklerden pak bizar bolgan halatda Allah Subhanahu ve Taala'ga şirk keltirmey çoqunuş aqidasiga ve şundaqla her bir qılıvatqan hayatdaki barliq iş faaliyatlarida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemninki elçilikini qabul qilish ve şu davrdaki barliq insaniyatni azg'unlikqa yetaklayotgan azg'un jamiyat kattavaşiri yoki her türlük butxandaki butxana yetakchilari ve şundaqla şu jamiyatninki cahil azdırğuchi başlıkları karşı Allah Subhanahu ve Taala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e işinişke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin risaletini kabul kılışka çağırdı ve muşununga yani tevhidinin iki asası boğan Allah Subhanahu ve Taala'ga işiniş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlikki işinişten ibaret boğan iki asasını asas kılış ve şundaqla Allah Taala tarafından düşürülgen vahiy Kur'an-ı Kerim'nin rast ekanligini, hayatlıktaki barliq hareketi, yönelinişi ve halal haram her bir kanun ve hükümlerini Allah Taala'nın vahiysinden eriş lazım ekanligini ve en muhimi ahiret günüdeki hesapning barligiga bu dunyodan ketgandan keyin qayta bir tirgizish kunining barligiga ishonishni asos qiladi. Demek müminnin yürükideki, müminnin hayatidaki her bir kozguluş Allah Subhanahu ve Taala'ga halis işiniştin meydanda kelgen bulup mana şu işenciden Allah'ını razı kıladigan samimi yaxshi amallar hayatida meydana keladi. Demek Mekke sureler mana İslamның asası bolgan imanni mustahkamlash ve imanni insan hayatidaki yaxshi amalga aylandirish uchun asosliq qo'zg'atish ilib boradi ve asosliq rol o'ynaydi. Biz o'ttiri qo'yayotgan Tabarak suresi mana shundaq islom aqidasini ve islomninki oxiratga bağlanışını ve şundaqla Allah Subhanahu ve Taala'nın butkul mevcudatda qo'ygan dalil paketlerini bilishni ve insaniyatni Allah Subhanahu ve Taala bekaga yaratmaganligini
bayon qiladigan nihoyatda bizning hayotimizdagi eng muhim temalarni o'z ichiga olgan islomning asosiy prinsiplarini yo'ritib turadigan bir sura. Bu surada dastlabda Allah subhanahu va taolaning qudratli ekanligini, Allah subhanahu va taolaning har qanday bir shirk va nuqson, har qanday bir ayib va yetersizlikdan pak, komil, ulug', katta, munazzah Allah subhanahu va taolo ekanligini va shundaqla Allah subhanahu va taolaning insonni hayotlikda o'lim va hayotlikni yaratishdan iborat bo'lgan asosiy maqsad insonni sinash ekanligini bayon qildi va shundaqla osmonlar dunyosi va bu dunyoning oxiratga bo'lgan bog'lanishi va jilla olimi, pushaliqlar olimi va shundaqla oxiratdagi jahannam va barliq g'ayb dunyosidagi Allah subhanahu va taoloninki qudratlariga pok bo'ladigan, sabab bo'ladigan oxiratda biz insonlardan hisob oladigan nurg'unlagan oxiratlik bilimlarni bizga o'rgatadigan, islomning asosliq javhari iymonlarini bizga tushuntiradigan eng go'zal bo'lgan ravishdagi o'lgulik sura. Shuning uchun bu sura bizga Allah subhanahu va taoloninki qudratlarini bayon qiladi va shundaqla bizni Allah subhanahu va taoloni kattalashqa, bizning hayotimizda Allah subhanahu va taolo bizga tushirgan islom dinni, islomiy risolatni va Allohning hukmlarini va Allohningki halol harom barliq bizga tushirgan shariatlarini qabul qilishga, agar qabul qilg'ili unimasa Allah subhanahu va taolo bizdan qudratli bo'lg'achqa intiqom oladiganligini, aziz ekanligini bayon qilishdan iborat bo'lgan bizning asosiy jihatdan hayotligimizda Allohni ulug'lab bo'lsak, Allah bizga ulug'lashni o'rgatgan payg'ambar alayhisolatu vasallamning risolati, elchiligiga ergishib qabul qilib islom dinining hukmlari va yo'lliqlari bilan ergishishning lozim ekanligini bu sura bizga o'rgatadi. Allah subhanahu va taolo o'zininki Mulk surasida Estaizu billah, bismillah, Tabarakalladzi biyadihil mulku ve huve ala kulli şeyin qadir deydi. Kattı buldu, ulug' buldu, barliq insaniyetke dünya ve ahiretlik bergen hemmi yaxshiliqi nayet zor bo'lgan ulug' Allah. U Allah Taala'nın ilkide, qo'lida barliq ig'darishliq bor. U Allah her narsiga qodirdir deb Allah subhanahu va taolo bizga bu Mulk surasida o'zining bizga qilgan ihsonining nayet katta ekanligini bildirdi. Demek Allah subhanahu va taolo bu surada tabaraka degan bir so'zni keltirdi. Ya'ni Allah subhanahu va taoloning xayri ihsoni bak katta bo'ldi. Allah subhanahu va taoloning barliq qilgan yaxshiligi hamma insonlarga am. Kafirlarga, mu'minlarga Allah subhanahu va taolo o'z rahmati bilan xo'jayinligi parvardigor bo'lganlik sifati bilan hammasiga o'xshash in'am, ne'mat ato qildi. Allah subhanahu va taoloning bergan atası haddi hisobsiz. Va shundaqla Allah subhanahu va taolo bergan haddi hisobsiz ihson ne'matlarga shukr aytmay, Allah subhanahu va taolo qarshi chiqaman desa, Allah subhanahu va taoloning qudrati har bir shayini qurshab turadi. Allah subhanahu va taolo berdi, hech kimdan so'ramaydi. Allah subhanahu va taolo bergan vaqtida hayron qarorliq berdi. Va shundaqla mu'minlarga oxiratda ularning esig'i kelmagan, ko'zi ko'rmagan, quloq anglamagan ajoyib ne'matlarni berib o'tadi. Mana shundaq bu dunyoda insoniyatga biz yashayotgan hayotlikdagi har bir shayini berib, shu berilgan barliq hayotlikdagi ne'matlardan
paylanadigan badan qurilish, paylanadigan aql va shundaqla eng muhim bo'lgan ruh va hayotlikni Allah subhanahu va taolo bizga berib, bizni Allah subhanahu va taolo mana shundaq hurmatli qildi. Nima uchun? Bizni sinash uchun. Shuncha ko'p ihsonlarni qilib, faqat bizdan ozg'ina bo'lgan bir talabni qildiki, bizga bergan ne'matda ulug' Allah subhanahu va taolo qulchilik qilib, Allah subhanahu va taologa shirk keltirishdan, Allah subhanahu va taolo qarishtirishdan, Allah subhanahu va taolo avatgan elchi payg'ambarlarga qarshilik qilishdan saqlanib, Allah taolo avatgan elchiga ergishib, Allah tushirgan islom dinini qabul qilib, yer sharida buzuqchilik qilish yoki zulm, tajovuzchilik qilishdan to'xtab, Allah taologa haqiqiy ixlos bilan qul bo'lamdi. Nahaq tajovuzchilik, zulm, kufri, buzg'unchilikqa qarshi turib, o'ziga Allah bergan barliq iqtidorlarni Allohga xolis bo'lishga va yaxshi amallarni va yaxshi bo'lgan go'zal axloq va dunyo insonlarga islom dinining nurini chechishga, haq adolatni yo'ritishga tirishchilik qilamdi deb Allah subhanahu va taolo bizni sinash uchun yaratgan. Demak, Allah subhanahu va taolo bizga shunchalik ne'matlarni berib bo'lib, bizdan faqat oddiygina bir talabni kutganga, o bo'lsa-mu bizga berilgan ne'matlar orqali Allah subhanahu va taologa haqiqiy qul bo'lishimiz, haqiqiy itoat qilishimiz. Demak, Allah subhanahu va taolo bizga mana shundaq hayotlikni berib, bizni sinash uchun yaratish bilan birga bizning dunyo va oxiratlik baxtga erishishimiz uchun bizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib avatdi. Bizni Allah subhanahu va taolo o'zining kattaligi, o'zining ulug'ligi, o'ziningki har qanday nuqson, ayb va shirkdan pok ekanligini bizga bildiradigan payg'ambarga ergashishni, shu payg'ambarga ergashsak baxtlik bo'lganligimizni Qur'oni Karimni tushirish orqali bizga baxtlik bo'lsin deb islom hidoyatini bildirdi. Demak, Allah subhanahu va taolo bizni baxtlik yashashimiz uchun va jannatga kirishimiz uchun hech qanday bir odam jannatga kiradiganlarning ko'p bo'lganligi bilan ish qilib qolmaydi. Voy bu jannat tanlashib qolamiki? Jannat o'rni bizga oz kelib qolamiki deb qolmaydi. Jannatning darvozalari, jannatning ichi qanchalik kirganlar bilan shunchalik sig'dira oladigan osmonlar va zaminlarcha bo'lgan, keng bo'lgan mana shundaq jannat uchun bizni yaratdi. Demak, aslida olam, butkul dunyo insoniyatni baxtga erishtirish uchun yaratgan. Allah subhanahu va taolo butkul dunyoni insoniyatni baxtga erishtirish uchun yaratgan. Hem Allah subhanahu va taolo bir ishni yaratgan. Hem Allah subhanahu va taolo mangulik so'g'iti bo'lgan jannat uchun yaratgan qarindoshlarimiz bizni. Lekin biz mana shundaq Allah subhanahu va taolo bizga hurmat qilib yaratgan mushu ne'matiga, mushu oyatda Allah degandek, Allah katta bo'ldi, har qanday shirk va nuqsondan pok bo'ldi, barliq yaxshiliklari hamma shayga umum bo'ldi degan mushu ulug' Allah subhanahu va taoloni biz haqiqiy turda kattalab, har qanday shirk va har qanday bir ayb va nuqsondan Allah subhanahu va taoloni poklab, Allah taologa zikr tasbih aytib, Allah subhanahu va taologa o'zimizningki Allah bizga bergan barliq iqtidorlarimiz bilan haqiqiy qurban berib, Allah subhanahu va taoloni Allah bizni söygandek, Allah bizni yaxshi ko'rgandek, biz Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'rib, Allah uchun qulchilik qila oldikmi? Bu bizga qo'yilgan bir savol belgisi qarindoshlarimiz. Demak, Allah subhanahu va taolo mush oyat orqali bizga alohida o'zini kattalash, o'zini poklash, o'zini ulug' bilishga chaqirdi qarindoshlarimiz. Biz mush chaqiriqqa ovoz qo'sha olsak, andin Allah taolaning haqiqiy qudratini to'nigan bo'lamiz.
Demek siz Allah Taala'nın haqqı tunup yalğız Allah Subhanahu va Taala'ga itaat qilganchig'ingizda Allah Taala'dan qo'rqasiz. Allah Subhanahu va Taala'dan boshqa har qandaq bir narsadan umidingizni va o narsaga bog'lanishingizni asos qilib olmaysiz. Faqat har bir shayni Allah Subhanahu va Taala bizga berdi, ham Allah Subhanahu va Taala bizdan to'sib olaydi deb butkul ishonchingizni, butkul umidingizni Allah Subhanahu va Taalaga bog'laysiz. Allah Subhanahu va Taaladan boshqa har qandaq bir zolim kafirlarga, xuddi hozirgi bizning Sharq Turkiston zaminlarida bizga tajovuz qilayotgan Xitoy kommunistlari va ularning kommunist zolim pash raislariga o'xshash ana shundaq dunyoning har qaysi yerlaridagi insoniyatni haq adolatdan, pak islom dinidan, ularning haq huquq erkinligidan chiqarib, ularni o'ziga qul qilish uchun cho'qinayotgan, qul qilish uchun tirishayotgan, qul qilish uchun harakat qilayotgan barliq zolim, kattabash, zolim, jahil kafirlarga bo'y egmaysiz. Faqat Allah Subhanahu va Taolaga bo'y egisiz. Nerede bo'lsangiz Allah Subhanahu va Taolani kattalaysiz. Siz chiroyingizning, yüzünüzning suyini, siz yüzünüzning güzel parlaq yorug'ligini va yüz obro'yingizni aciz insonlarning rizoligini deb, aciz, kafir, Allah qarshi turguchi her türlü azgın insonlarningki rizoligini deb, siz yüzünüzdeki haq nurini, Allah aldiki yüz obro'yingizni, Allah aldiki Allah'a haqiqiy sevimliliginizni yo'qotmaysiz. Allah Subhanahu va Taala har qandaq bir shayga o'zining xolig'incha beradi. Bergan siri Allohning mulki tugab qolmaydi. Chunki barliq mulk Allah Subhanahu va Taalaning qo'lida. Allah Subhanahu va Taalaning mulki ham cheksiz. Allah Subhanahu va Taala eng kichik narsalarni o'zi boshqaradi. Allah Subhanahu va Taala eng cho'ng narsalarni o'zi boshqaradi. Allah Subhanahu va Taala eng xatarlik narsalarni o'zi boshqaradi. Allah Subhanahu va Taala eng yaqin, eng oddiy narsalarni, eng tuvan narsalarni uni biladi, eng yiroq narsalarni biladi. Shuning uchun har qandaq bir yaqinning, har qandaq bir yiroqning yomonligidan saqlanaman desak yoki yaxshiligiga erishaman desak, faqat Allah Subhanahu va Taolaga bog'lansak, ondan erisha olamiz. Chunki har bir şeyi faqat qudratlik Allah Taolaning qo'lida qilnashirimiz. Shuning uchun Allah Subhanahu va Taala Allahu xaliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil deydi. Sura Zümer'ning 62-oyatida. Allah Subhanahu va Taala hamma shayni yaratquchi. Allah Subhanahu va Taala her bir şeyge özü kepil. Demek Allah Subhanahu va Taala yaratgan her qandaq bir narsani tashlab qo'ymaydi. Uning holiga Allah o'ziga bo'ladi. Demek biz Sharq Turkiston aciz musulmonlarga, dunyoning har qaysi yerlaridagi barliq bo'zaq qilinayotgan musulmonlarga, her bir musulmonga Allah o'zi kepil. Biz faqat yordamni, faqat g'albini Allah Taola'dan küssek, hem her bir işimizde Allah Taola'ga bağlansak, hem Allah Taala bizge evetken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatını özümüzün emri hayatıda emilleştirişki tirişçallık kılsak, Allah yer şarını bəxtki eriştiriş için yaratkan şu Allah Subhanahu ve Taala'nın maksat muddaasıga uygun tirişçallık kılsak. Hem biz Allah Subhanahu va Taala'nın bizge igi buluşqa layaqatlik bo'lgan özümüzdeki Allah Taala'nın igidaşılıqqa ötüşki tigişlik süpetlerini özümüzde yetiştirirsek ve mükemmelleştirirsek. Yine Allah Subhanahu wa Taala ki lahul halqu vel emru tebarakallahu rabbul alamin. Sure Arap'nın 54. ayetinde barlık yaratış Allah Subhanahu wa Taala için. Hem her qandaq bir buyruk mu Allah Subhanahu wa Taala için.
alemlerinin yaratquchi Parvardigori Allah her bir şeyge ihsan qilish bilan birga naiti ulug' katta bo'ldi dedi. Demek qarindoshlarimiz butkul hayot qarasak her bir hayatda ulug' Allah'ның kattaligi, ulug' Allah'nınki şirkten pak ekanligi, ulug' Allah'ның her bir şeyga onunga loyiq haddi hisobsiz ne'matlarni berib atganligi bizga bilinadi qarindoshlarimiz. Shuning uchun har qanday bir mu'min aqlning o'g'li bo'lish kerak, fikrining o'g'li bo'lish kerak. Har qanday bir mu'min analizning va hayotlikdagi har bir şeydan yaxshi foyda, yaxshi bo'lgan natija va o'zining hayotiga ta'sir qilgudek iymon oladigan bo'lishimiz kerak qarindoshlarimiz. Hem Allah Subhanahu va taala shunday deydiki: "Xalaqas samawati val arda bil haqqi va sawwarakum fa ahsana suwarakum va ilayhil masir." Sure Taghabunda Allah Subhanahu va taala asmanlarni yarattı. Ziminni yarattı. Haq bilan yarattı. Demek asmanlarga qarasınız, dalil izlisiniz. Bulupmu hazırki biz yaşavatkan muş cemiyette asmanlardan ve zimindin her türlük yeni pentetikat saymalları arkalık Allah Subhanahu ve Taala'nın var ve birlik delillerini izlensiniz. İlim ve her türlük pen terakkiyat boğan keşfiyatlarda terakki kılsınız. Sizin her bir ilminiz Allah Subhanahu ve Taala'nın yalğız şirik yok her bir şeyi tesir gösterken ulug' Allah ikenligiga, haq ikenligiga pokit bo'ladi. Allah Subhanahu ve Taala sizlarni surat keltirdi. Sizlarning suratinglarni eng go'zal yaratdi. Hammanglar ahire hesap berish uchun mushu berilgan ne'matga Allah Taala oldiga Allahqa loyiq Allah Subhanahu ve Taala'dan haqiqiy qo'rqib Allah bergen nimetke şükür aytgan yoki aytmaganliginglar uchun Allah Subhanahu ve Taala aldığa hesap bergili qaytırsizlar. Hesap bergili Allah'ның aldığa qaytırsizlar. Qaytı mahşergar meydanida Allah Taala sizlardan hesap aladi dedi. Yine Allah Subhanahu ve Taala dedi ki: "Ve ileyhi yurca'ul emru kulluhu fa'budhu ve tevekkil aleyhi ve ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Sure Hud 123. ayet. Hem iş Allah Subhanahu ve Taala qishiga qaytirildi. Undaq bo'lgan ekan, sen ey Muhammed aleyhisselam ve barliq sening ummating Allah Taalaga qulchilik qilgin ve Allah Subhanahu ve Taala'ga o'zingni topshirgin. Sening Parvardigoring sira qilayotgan ishdan g'ofil emas deb Allah Subhanahu ve Taala bu surede bizden her bir kişilikte bolsun, kündüzgünlükte bolsun, adamla var yerde bolsun, ya yok yerde bolsun, kılıvatkan barlık izlerimizden Allah Subhanahu ve Taala daim haberdar ikenlikini biz nefsimizni zinayı haramdan saklayalaydigan, şehvetimizni her kandak bir haram narsalarni yiyish, ichish ve onunga birilib ketishdan saqlayalaydigan, muomalamizda har qanday haram ve cheklangan jazona yoki har qanday yolg'on gap bilan va kishilarning mulkiga aldab ega bo'lishdan iborat bo'lgan har turlik yomon axloq va yomon yo'llardan saqlanishimizning lozim ekanligini ve shundaqla Allah Taala'nın dostları bo'lgan haq meydanida haq uchun kurash qilayotganlarga dost bo'lishimiz, haq adolatga qarshi turgan Allohning elchiligi ve payg'ambariga qarshi turgan zolimlarga qarshi haq maydonda turishimizdan iborat bo'lgan barliq xizmatlarni qilishimiz mas'uliyatimiz borligi bizning niyatimiz ve amaliy harakatimizdan her bir sodir bo'lgan ishni Allah Subhanahu ve Taala doim g'ofil qolmay bilib turganligini mush oyatda Allah Subhanahu ve Taala bizga alohida ogohlantirdi. Hamma ish Allohning ilkida, Allohning shirik yo'q,
yalğız Allah subhanahu wa ta'ala hamma ishni boshqaradi. Bu dunyomi Allohning, oxiratdagi hisobni Allah subhanahu wa ta'ala oladi deb e'tiqod qilgan har qanday bir inson Allah Taaladan boshqa hech kimga yuzlanmaydi. Allah subhanahu wa ta'alaning boshqasidan umid qilmaydi. Allah subhanahu wa ta'alaning boshqasidan qo'rqmaydi. Hamma arzularini faqat Allah subhanahu wa ta'alaga bog'lab, Allah subhanahu wa ta'alaga yaqinchilik qilish, Allohni rozi qilish uchun doim tirishchilik qiladi. İmamı Hasan radhiyallohu anhu tabarakaning ma'nosi Allah subhanahu wa ta'ala Allahqa loyiq emas har qanday bir nuqsondan ulug'. Allah subhanahu wa ta'ala doim katta. Allah subhanahu wa ta'alaga har bir şeyi ayminib bo'ysunadi deb tafsir qilgan qiyinlashimiz. Demak, hayotlikda qarab boqayli. Osmon va zimindagi har bir şeyi Allah degan yo'l bo'yicha bu mağdu. Barlık Allah'ını tonugan Adem Aleyhisselam'dan tatip hazır kadar Allah'a işengen barlık peygamberler, barlık müminler, barlık ihlasmeller hemmesi daim Allah Subhanahu ve Taala'nı her yerde, her vakitte uluglaydı ve Allah Subhanahu ve Taala'nı her kandak bir zalim, cahil insanlar eybligen, töhmet kılgan bühtan ve şirklerden daim paklaydı. Ve şundakla Allah Taala ularga bergan barliq nimettin Allah Subhanahu wa Taalaga şükür aytib cennet üçün tayyorlaydigan yaxshi bo'lgan uzuq barpo qiladi-ki, ya'ni Allohga joyida shukr qilib yaxshi amallarni qiladi. Allah Subhanahu wa Taala biz insonlarning mana shunday Allah Taalaning kattaligini tanimay qilib, bixut qilib hilokat yo'liga kirib qolmasligimiz uchun Allah Subhanahu wa Taala estaizubillah Qur'oni Karimdagi "Va ma qadarulloha haqqa qadrihi vel ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu va ta'ala amma yushrikun" deb Sura Zümer'ning 67-oyatida mushundaq degan. Ular Allah Subhanahu wa Taala'ni haqiqiy qadrlashda qadrlayolmadi. Allah Taala'ni haqiqiy qadrlashning dalili tuvandikicha. Zimin hammasi qiyomat kunisida 7 qat zimin, 7 qat osmon hammasi Allah Subhanahu wa Taala'ning alqinida, Allah Taala'ning o'ng qo'lida qatlanadi. Allah her kandak ayıp nüksandın pak. Allah Taala ulu hazırlık devrede ve bunun şirk kılıp Allah Taala'ga bühtan kılgan barlık şirklerden Allah üstün buldu. Meyli o şirk akılsız but, heykel, dereh, mazayı meşayih bolsun. Ya ki akıllık boğan insanlarını Allah ularga bergen akıl bilen Allah ularga bergen hayatlık bilen, Allah ularga bergen nimet bilen, Allah'a kulçılık kılmay, Allah karıştırgan cahil, pirön, zalimli bolsun. Mana muşundak şeylerini, mana muşundak batıl narsalarni Allah Taala'ga şirk keltirgen, ana aşundak şirktin Allah Subhanahu wa Taala pak sile insanlar, müminler hakiki kudret ilgisini tona bolsanlar, asman ve zemin on kuluda katlanlaydigan en kudretlik ulug' Allohga cho'qininglar. Sizlar uning ustida uyoqdan bu yoqqa aeroplanlarga, poyezd, har turli qatnash vositalariga, har turli hozirgi zamondagi yangi tez sur'atda mangadigan har qanday bir qatnash vositalariga chiqib, har bir yaliga berib tugutib bo'lmagan şundaq sirgi çoğun körünüp ketken asman ve zemin alqınıda turduğan, on kolu turduğan ana aşunda kudretlik Allah Subhanahu wa Taala'dan korkmanglar. Şu Allah Subhanahu wa Taala'nı hakiki qadrlashda qadrlab qalbingni, ruhingni, vujudingni, hayotingni Allah Taala'ga hakiki sani bo'lishqa, Allah Taala'ga hech narsani shirk keltirmay, xolis cho'qinishqa, avatgan payg'ambarga agishga o'zinglarni doim
muşununga kündürünglar, muşunun bilan itaat kılыңlar dep Allah Subhanahu wa taala bizni mana muş ayet arkalık muşu Allah'ni hakiki tunup katta bilishga chaqirdi qiyinlashimiz. Demek biz mana muşu Tebarek suresida Allah Subhanahu wa taala katta oldu deplam okup ketmey, Allah Taala'nın kattalıkını Allah Taala bizge düşendirgen Kur'an ayetlerinden bilişimiz ve şundakla Allah Taala bizge muş Kur'an ayetleri arkalık işaret kılgan asman ve zemindeki barlık Allah Taala'nın kudretleri arkalık emeli hayatımızdan, emeli bulan hayatlıktın Allah Taala'nın kudretini tutup Allah Taala'ga hakiki kulçuluk kılış bizning mesuliyetimiz. Hem şundakla Allah Taala kattı buldu, pak buldu diyeninin manisi, yeni bir manisi Allah Subhanahu wa taala davamlılık kattı buldu diyen burada. Yani Allah Subhanahu wa taala hemmedin burun ba. Allah Subhanahu wa taala'nın ahirisi yok, davamlılık ba. Allah Subhanahu wa taala diyor ki huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim. O Allah Subhanahu wa taala hemmedin burun bar. Allah Subhanahu wa taala hemme nasidin ahirisi mi? Allah Subhanahu wa taala bar. Allah Subhanahu wa taala aşkarı işlemi bilgisi. Allah Subhanahu wa taala her kandak neh meydanda yüz bergen aşkarı işinin hemmesini biliyordu. Hem mehbi işlerinin hemmesini biliyordu. Allah Subhanahu wa taala her bir şeyini bilip duruşudur. Dep Sure Hadid'de Allah Subhanahu wa taala bu şundak degen. Demek her bir şeyin durun Allah Taala ba, her bir şey yo'qolgan vaqtida onu Allah yo'qladi. Her bir şeyinin ahirisi mi hem Allah Subhanahu wa taala ba. Demek Allah kattı buldu diyen vaqtimizda mana bu şunda yo'qolmaydigan mengu hayat, her bir şeyge hayatlık beradigan, her bir şeye qarab turadigan kudretlik Allah zati bizning bütün vücudumuz, kalbimiz, hayatımızda katta men şu Allah üçünlan özemni tapşırdım deydigan mana bu şunda akide bizning kan tomurlarımızga canlanıp kan tomurumuzdaki hak yo'ruq olap yo'rgan vaqtida an hakiki Allah Taala'nı kattalagan bo'lamiz. Çünkü bizning ruhimizda iqvatgan, bizning vücudumuzda yalqırıvatgan her bir hayatlık hemmesi Allah Subhanahu wa Taala'dan qiyinlaşırımız. Yine Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de ki Fesubhanallazi biyedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Kulda barlık iqtidarçılık ba. Hemmelerinin iqtidarçılığı ba Allah Subhanahu wa Taala pak. O Allah Subhanahu wa Taala'ga hemmenla qaytırılıp barısılar dedi. Allah Subhanahu wa Taala'nın mülki barlık şeylerini özgürlüdü. Taşqiri bo'lgan jismlarni o'zgaradi, ichkiri ma'naviy, ruhiy narsalarni o'zgaradi. Mayli ma'naviy narsa qarayli, mayli tashqiri narsa qarayli, har bir şeyi Allah Subhanahu wa Taala'nın şirik yok, yalğız ekanligiga pokit bo'ladi. Eng muhim bo'lgan oddiy bir tafakkurni qilib boqayli, bizning ichkiri a'zolarimizdagi qon aylanmaydigan qildan tumu ma'lum vaqt to'xtab qoladigan bo'lsa, bizning hayotlikdagi turmushimiz shada o'zining rolini joriy qildira olmaydi qilnashimiz. Mushu qildan tumuning oddiy tumularning qonining joyida aylanmasligi bizning hayotimizga ta'sir ko'rsatdi. Mana bu Allah Subhanahu wa Taala'nın bizga berayotgan ne'matining bak katta ekanligini hem Allah Subhanahu wa Taala'nın nihayet katta ekanligini uqtirdi. Çünkü bizning oddiy bir hareketimiz mi Allah bizga berganlikdan maydonga keladi. Allah bermaganligidan bizning hayotimiz xavf uchraydi. İnsan keç gündüz aralashayotgan ailesi, xotin ballari aşulağımı Allah o xotin ballari ailelerining hem uru tuqqan yaqin qarindoshlarının cemaatlarının qalbini şu insonga mayil qilib bersa, o inson bilan uru tuqqanlari ailesi birga bo'ladi.
eng yaqin turgan o'zining oilasi, o'zining urug' tuqqanlari inson o'ziga eng yaqin bo'lgan oilasini mutlaq huquq bilan o'zi xohlagandek boshqarishga ega bo'la olmaydi. Ular Allah ularga insof bersa, sening buyruqlaringga bo'ysunadi. Sening ko'zingni xursand qiladi. Yoki o'zingning balavoqi, ahli, yaqinlari sana qarshi turib, sening hayotingga, seningki turmushingga sana dushman bo'ladi. Hattoki dushmanlarning qo'li bo'lib, sana dushmanlik qila oladi. Demak, sen ega bo'lgan har qanday bir şeyi mutlaq sening qo'lingda emas. Allah subhanahu va taolo sana o narsalardan vaqtliq foydalanishni sana berish bilan birga ham o narsalarni Allah sana bo'ysundirib bersa, sana o narsalarni yaqinlashtirib bersa va sana o narsalarni yaxshi qilib bersa, ondan sen o narsalardan foydalana olaysa, bo'lmasa sana eng yaqin bo'lgan narsami sana ziyon bo'lib, sana dushman bo'lib chiqadi. Demak, qarindoshlarimiz Allah subhanahu va taoloning kattaligini to'nganlikdan bir ko'z bor. Allah subhanahu va taoloning kattaligidan qo'rqqanlikdan yoshligidi. Bir qalb bor. Allah subhanahu va taolodan qo'rqqanligidan yig'laydi. Bir til bor. Allah subhanahu va taoloni katta bilganligidan Allah subhanahu va taoloni aslaydi. Allahning azamatini, qudratini har yerga borsa so'zlaydi, oshkor qiladi. Allah uchun har qanday bir ishda Allah rozi bo'lg'idek yaxshi ishlarni qiladi. Yana bir quloq bor, Allah subhanahu va taoloning kitobi bo'lgan Qur'oni Karimni, haq so'zlarni Allohning kattaligidan anglaydi. Yana bir qo'l bor, bu sadoqatman qo'l bo'lib, faqat Allah ruxsat qilgan halol narsalarni tutadi. Allah ruxsat qilgan halol kasblarni qiladi. Allah subhanahu va taolo bergan halol rizqlarni qo'li orqali yeydi. Demak, uning uchun berilgan mush ne'matlar Allah taolo uchun shukr aytishga ishidir. Yana bir put bor. Bu put Allah taolo rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga, Allohning dini ustun bo'ladigan yaxshi amallarga, o'zining va musulmon xalqning erkinligi, g'albisi uchun, haq adolat uchun mangdigan yaxshi amallarga chapadi. Har qanday bir insonning va har qanday bir musulmonning yaxshi hojatlari uchun chapadi. Va har qanday bir yomonliklardan, har qanday bir gunoh ma'siyatdan darhol Allah rizoligi uchun to'xtaydi. Butkul vujudidagi barliq a'zolari Allah qila sadoqatman bo'lib, Allah buyurgan ishda butkul vujudi darhol harakatlanadi. Allah chekdigan ishdan vujudi darhol inadi. Demak, mana bizning Allah taoloning kattalishimiz mana shundaq sadoqatman mu'min qulning Allohni haqiqiy to'liq kattalishidan bo'lish lozim. Chunki Tirmizi rivoyat qilgan bir hadisda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilgan: "Amatti'na bi asma'ina wa absarina va quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu duoni shundaq deganki: "Ey Allah subhanahu va taolo, bizni quloqlarimiz bilan manfaatlantirgin. Ya'ni Allohning so'zlarini, Qur'onni anglaydigan qilgin va haqni anglaydigan qilgin. Ko'zlarimiz bilan manfaatlantirginki, Allohning osmon va zaminda qo'ygan qudratlaridan foydalanadigan va Allah buyurgan haq ishda, haqni qo'llashda ching turadigan qilgin. Bizning kuch-quvvatimizdan manfaatlanadigan qilginki, kuch-quvvatimiz haq adolat uchun, islom dinining haq taraflari uchun, Allah rozi bo'ladigan yaxshi ishlar uchun ishlaydigan qilgin. Bizni hayot qoldirsanglar, biz mush hayot vaqtimizda sen bizga yuqorqidek bergan barliq ne'matlardan iborat quloqlar, ko'zlar, har bir badan qurilishimiz bilan sening rizoliqing uchun manfaatlanadigan, sening rizoliqing uchun ishlaydigan, sening rizoliqing uchun sen bergan ne'matga shukr aytadigan qilgin ey Allah deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq duo qildi.
Allah subhanahu ve taala muş ayetinin ahirisida özünün kattalıqını, özünün her bir şeyinin egisi ekanligini faqat Allah subhanahu ve taala bizninki her vaqt kattalashqa, ulug'lashqa ve loyiqida qadrlab Allah subhanahu ve taala bizga bergan barliq ne'matlarni Allah subhanahu ve taala'ni kattalash uchun, Allah'a şükür etish uchun ishitish lozim ekanligini Allah subhanahu ve taala yuqorqi oyatlarda bizga bayon qilgan shu oyatning oxirisida o'zining cheksiz qudrat egisi ekanligini bayon qilib, "Va huwa ala kulli shay'in qodir" dedi. O Allah her bir şeyge qadirdir. Allah subhanahu ve taala özü tirgizidir. Allah subhanahu ve taala özü öldürüdür. Allah subhanahu ve taala bayqılıdır. Allah subhanahu ve taala namrat qılıdır. Allah subhanahu ve taala biridir. Hem Allah subhanahu ve taala bergen narsani derhal elib olaydi, hem bermay cheklab qo'yalaydi. Allah subhanahu ve taala xaligan kishilarni Muhammed aleyhisselam sahabelardek xaligan kishilarni aziz qiladi. Allah subhanahu ve taala xaligan kishilarni ayni vaqtdagi Abu Cehil onun qo'shundek xaligan kishilarni islom dinidan mahrum qilib qar qiladi. Xuddi Xitoy kommunist tajovuzchi kafirlarni, Xitoy kafirlarini islom dinidan mahrum qo'ygandek. İnşallah Allah subhanahu ve taala bu dünyada mı şunundaki tecavüzçü zalim kafirlerini Allah subhanahu ve taala dünyadaki zo'ravonlik huquqi, hakimiyeti, tecavüzçiligidan ularni mahrum qo'ydi. Ularni yer sharida ilgiriki Ad ve Samud qavmini halak qilgandek halak qildi. Chunki estaizubillah Allah subhanahu ve taala Qur'oni Karimda "Ellezina tagaw fil bilad وَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ" Yer şarida çikidin aşkan, ziminde, yer şarida, şehirlerde buzgunçilikni köplep kılgan, mana şunda kafirlarga Allah subhanahu ve taala azap kamçısını yağdırdı dedi. Demek müşahede Allah subhanahu ve taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge seni yaratkan perverdigarın ana şundak zalimlerini halak kılıdı dep özünün perverdigar süptini keltiriş bilen birge Allah ularını halak kıldıqanlıqını va'da kıldı. Demek mana hazırki zamandaki Xitoy komünist tajovuzchilari barliq Xitoy tajovuzchilari Allah subhanahu ve taala'nın qatma-qat hilokat azobiga duchor bo'ladi. Demek Allah subhanahu ve taala ana şundak kafirlarni xar qildi. Yeryüzüde insan burdiken onu Allah subhanahu ve taala haqiqiy hurmatlagan bo'lsa, qanday hurmatlaydi? Haqiqiy hurmatlash Allah subhanahu ve taala ularga payg'ambarlik avatish, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin payg'ambarligini qabul qilishdan bo'ldi. Chunki yeryüzüdeki en hurmatli kishi Muhammed aleyhisselam. Qandaq bir adam Muhammed aleyhisselam'a ergashsa haqiqiy hurmatli bo'ladi. Şu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "İnne ekremakum indallahi etqakum" haqiqiy hurmatlik bo'ladiganlar Allah Teala'dan haqiqiy qo'rqadiganlar. Allah'ın alıda haqiqiy hurmatli kishi degan Allah Teala buyurganini qilib to'sqan yangan, Allah tushirgan islom din risolatini qabul qilgan Muhammed aleyhisselam'a ergashgan kishi deb mana bu oyatda shunday degan. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah" sizlar Allah subhanahu ve taala'ni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, menga ergashinglar. Sizlarni Allah subhanahu ve taala yaxshi ko'radi deganda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga shunday buyurgan qarindoshlarimiz. Demek izzat islom dinida. Demek haqiqiy insonlik, haqiqiy güzellik, haqiqiy yaxshilik Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ergashganlikda Allah subhanahu ve taala'ni haqiqiy turup Allah'a samimi kul bo'lishdi qarindoshlarimiz. Allah subhanahu ve taala o'ziga qarshi chiqqan nurg'un zalim tajovuzchi kafirlarni Allah subhanahu ve taala bu dunyoda muhar qiladi,
ahiretde har kılıdı. Çünkü duayı kunutta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday deganki innehu la yazillu men valeyte. Hakikaten sen igi bolgan senin dostlarың, senin velilerin Muhammed Aleyhisselam onun yurdu mangan kişiler har bolmaydı. Sana düşmanlaşkan, sana karşılaşkan, senin dinine tecavüz kılgan, senin dinini inkar kılgan, sana işengen Müslümanlarını hakaret kılgan, ulanı harlıgan düşmanların her güzmü aziz bolmaydı dedi. Kıyrandaşlar, Xitay Komünistleri Şarkı Türkistan'da tükkül kılıp atkan iş Allah karşı duruş. Hazır Xitay Komünistlerinin asaslık tecavüzçilerinin hemmisi bütün ameliyeti özünü ilah kılışka, özünü pürön kılışka, hatta kapırlıktan ötep pürönlerden mi aşırıp pürön buluşka tırışıyordu kıynaşımız. Demek mana şunday kapırlarga bizning duayı kunut okuşumuz, ularga halaketki dua kılışımız bizning üstümüzde vacip. Ulug azamatlik, kudretlik ulug Allah, asman ve zemindeki barlık şeyisinin ilkinde boğan ulug Allah, Xitay komünist tecavüzçileri ularninki barlık koşuğunu ve her kandak bir kuş kuvvetini öz kudretin bilen halak kılgın ulug Allah. Senin velilerin boğan Uygur Müslümanlarını öz kudretin bilen en tiz boğan galbiga ve fethiga eriştirgin ve dünyanın her qaysi yerlerindeki barlık tecavüzçi zalim kapırlarını öz kudretin bilen mağlup kılgın, barlık ihlasmen müminlarını öz kudretin bilen baxtga galbiga eriştirgin ulug Allah. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala dedi ki: "Velillahil izzetu ve lirasulihi ve lil mu'minin." Sure Münafikunun 8. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala üçündür izzet. Allah Teala'nın elsi üçündür izzet ve müminler üçündür izzet dedi. Demek mana şu ayette 3 atalığını işletti kıyındaşlarımız. Birincisi Allah'a izzet. Allah'ın izzeti daim. İkincisi Allah öz peygamberige akıbette izzet ata kılıdı. Ular dünyada hem din hem cemiyetinin üstüde ularının Allah Teala tarafından ilip gelgen İslam dini bulup mu Muhammed Aleyhisselam'a uçurulgen İslam din üstün buludu. Hem şidakla müminler üçün ahir galbe kat'i Allah'ın aldıdın kilidu. Şunun için biz hakiki imanda müstehkem duruşumuz gerek kıyındaşlarımız. Allah'ın hakiki urguluşumuz gerek kıyındaşlarımız. Şunu Allah Teala sile işini pişirmangla, sile kaygurmangla, boşanlık kılmangla, sile imanınızda müstehkem tursanlar üstün bulursunlar dedi. Demek kıyındaşlarımız Allah Teala'ga hakiki özünü bağlayan insanlar, özünü bağlayan müminler kat'i üstünlük erişidir. Yine Allah Teala dedi: "Kataballahu la'aglibenne ana ve rusuli innallaha kaviyyun aziz." Sure Mücadele 20-21. ayet. Allah Subhanahu ve Teala yizivetti. Levhül Mahfuz'u pütüvetti. Elbette kat'i men galbi kılımen ve menin elçilerim galbi kılıdı. Hakikaten Allah güçlük galiptir dep yizivetti. Demek Allah Subhanahu ve Teala her nersi kadirdir dep itikat kılgan vaktimizde, Tabarak Surasını okugan vaktimizde şundak bir itikatlı kelişimiz gerek ki Allah Subhanahu ve Teala özüge ergeşken mümin koşullarını, peygamberlerini Allah Teala yolunda, peygamberler yolunda Allah çürgen vahiy bilen özünün ki ularga berilgen barlık kabiliyet ve iktidarlarını Allah buyurgan yol boyunca işitişke tirişçallık kılıç bilen Allah'a sadık, Allah'a ihlasmanlık kılsa Allah ularga öz kudreti bilen yardım biridu, ularga igi biridu. Allah ulara karşı turgan barlık zalim, barlık tecavüzçi kapırlarını Allah Teala halak kılıdı. Allah şunda kudretlik hem Allah Teala peygamber çürüp, Allah Teala peygamber evetip, Kur'an'ı çürüp hak hidayetki başlasa, onun
yo'ruq nurlarini qabul qilg'ili unamay, payg'ambarlikka qarshi turib, gunoh ma'siyat, kufr tajovuzchilik, har qandaq Alloh qarshi shirk yomon amallarni o'ziga tanlagan bo'lsa, undaq tanlaganlardan qiyomat kunisi Alloh subhanahu va taolo hamma kofirlardan, hamma Alloh qarshi chiqqanlardan Alloh qiyomat kunisi hisob qilib, o'zining mangulik do'zaxiga silishga Alloh qodir deganlikni uqtirdi qarindoshlarimiz. Shuning uchun har qandaq bir musulmon qarindoshlarimiz Alloh taoloni qudratlik daplam qo'ymasdan Allohning qudratini haqiqiy tunishga tirishchilik qilaydi. Va salli ala Muhammadin